Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bolsun. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultay uchur tashviqot markazining mudiri va Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Ömer, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Gollandiyadagi lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Ömer Bekalilardan tarkib topgan Qurultay hayiti Avstraliyadagi 2 haftalik xizmat ziyoratini rasmiy boshladi. Qurultay hayitining bu qitimqi Avstraliya ziyaratining asosli maqsadi Avstraliya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror ma'qullashini qo'lga keltirish va Avstraliya hukumatidan Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklash haqida jiddiy tadbirlarni yo'lga qo'yishni talab qilishdan iborat. Dolqin Aysa boshchiligidagi Qurultay hayiti Avstraliya Uyg'ur jamiyati, Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati, Avstraliya Tangirtog' ayollar jamiyati, Victoria Uyg'ur jamiyati qatorli qarindosh tashkilotlarimizning o'rtaq o'rinlashtirishi bilan 23 va 24 noyabr kunlari Avstraliya poytaxti Canberrada 2 kunlik faoliyatda bo'ladi. 23 noyabr kuni Avstraliya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida maxsus guvohlik berish yig'ini o'tkaziladi va yig'inda Dolqin Aysa, Ömer Qanat, Zumratay Erkin, Qalbinur Sidiq va Ömer Bekali qatorliqlar guvohlik berdi. 24 noyabr kuni Qurultay hayiti Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlarimizning mas'ullarining hamrohligida har qaysi siyosiy partiyalarga mansub bir qism parlament a'zolari, hukumat xodimlari va har qaysi sohalardagi zotlar bilan ayrim-ayrim holda ko'rishishlar olib bordi. Ve şu günü paytaxt Canberrada Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Dolqin Aysa boshchiligidagi Qurultay hayiti yana Avstraliyadagi ziyorati jarayonida Sydney, Melbourne, Adelaide qatorliq Uyg'urlar bir qadar zich o'ltiraqlashgan rayonlardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bilan keng doirada uchrashish olib bordi. Yerlik parlamentlar va yerlik hukumatlarni ziyorat qildi. Avstraliyada faoliyat olib berayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, har qaysi diniy guruhlar, ommaviy tashkilotlarning vakillari bilan ko'rishib suhbatlar olib bordi. Avstraliyaning ba'zi asosli matbuotlarini va televiziya kanallarini ziyorat qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni butun dunyo miqyosida olib beriladigan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash faoliyatlariga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan 2020 Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi 2021 9 dekabr kuni Xitoy hukumat Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizadi deb hukm chiqargan. Va Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan. Shundaqla muhojiratga qarindoshlarimizni Uyg'ur xalqi uchun zo'r tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bu kunni unutib qolmaslikqa va har yili xotirlab turishga chaqirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining qaroriga asosan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 8 dekabr Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilish tarafidan Amerika xalqaro axborot klubida va 9 dekabr Anqarada muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazildi. Uyg'ur akademiyasi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 7 dekabrdan 9 dekabrgacha Washingtonda ilmiy muhokama yig'ini o'tkazdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 9 dekabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan hamkorlashayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Uyg'ur tashkilotlari birlashma bayonot e'lon qildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan 9 dekabr har qaysi ellarda bir tutash namoyishlar o'tkazildi. Namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan O'rta Osiyo davlatlarida qurultay vakillari va jamoatning qatnashishida maxsus suhbat yig'inlari uyushtirildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan maxsus inglizcha, nemischa, turkcha, arabcha, uyg'urcha va xitoycha tillarda ayrim-ayrim tor muhokama yig'ini o'tkazildi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan bir tutash hashtag yasab tarqatildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan qurultay tarafidan inglizcha tashviqot filmi tayyorlanib bir tutash tarqatildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni mazmun qilingan Uyg'urcha videolik tashviqot harakati boshlatildi. Xalqaro parlamentlar birligi IPAK a'zolari va har qaysi parlamentlardagi Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolari safarbarlikka keltirilib, ularning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuniga beg'ishlab maxsus bayonot, axborotlar e'lon qilishi va videolik tashviqot harakati olib berish qo'lga keltirildi. Chet el matbuotlarida 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuniga beg'ishlangan maxsus obzorlarning e'lon qilinishi qo'lga keltirildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni faoliyatlarida bir tutash qo'llanish uchun maxsus jilidga yoki mayka laylab chiqiladi.
9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini unutmang va bu haqda ilib beriladigan faoliyatlarga aktivlik bilan qatnashish orqali o'zingizning milliy burchingizni ado qilishga tirishing. Germaniya Tashqi ishlar ministrligi tarafidan tuzilgan yangi Xitoy strategiyasida Uyg'ur masalasining alohida o'rin olishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Germaniyada nashrdan chiqadigan nopuzliq Aynak jurnali yaqinda Germaniya hukumatining Xitoyga munosabatli bir maxfiy hujjatini oshkorlab e'lon qildi. Aynak jurnali tarafidan e'lon qilingan federativ hukumatning maxfiy Xitoy strategiyasi nomli maqolada ko'rsatilishicha, Germaniya Tashqi ishlar ministrligi tarafidan tuzilgan yangi Xitoy strategiyasi aslida tasdiqdan o'tmagan va oshkorlanmagan loyiha bo'lib, 59 betlik bu loyiha oldingi kunlari Germaniyaning munosabatli ministrlarining ko'rib fikr berishiga sunilgan. Aynak jurnali bu loyihani qo'lga tushirib, buningdagi muhim mazmunlarni oshkorlash bilan birga, bu mazmunlarga qarta mutaxassislarning o'xshamagan ko'z qarash ham fikrlarini qo'shib e'lon qilgan. Maqolada izohlanishicha, bu maxfiy hujjatda Uyg'urlar va Tibetliklar uchrayotgan ig'ir kishilik huquq dafsanchiligiga, Hong Kong masalasiga, kunsiri kuchlik tahdidga yo'l qo'ygan Tayvan masalasiga ko'ngil bilishga doir mazmunlar o'rin olgan va ta'minlash zanjir qonunida majburiy emgak chetishlik tovarlarni ma'ni qilishning chora-tadbirlari bayon qilingan. Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklariga qarta zarur tepilganda jazo tadbirlarini yo'lga qo'yishdan chekinmaslikmi tilga ilingan. Uyg'urlar haqida buningdan boshqa yana qandaq mazmunlarning borligi va qandaq bayon qilinganligi to'g'risida konkret ma'lumot yo'q. Maqolada Xitoyning Yevropa ellarining yuqori texnikalari va yuqori texnikalik uskunalari bilan ta'minlashni to'xtatish, askariy va fuqaroviy ishlarga ishlatiladigan ikki xil qo'llanishchanlik ega tovarlarni Xitoyning harbiy ishlarga ishlatishdan saqlanish uchun Xitoyga setishni cheklash, xom ashyo va energiyada Xitoyga tayinishni azaytish, Xitoyning G'arbiy Balqon rayonlarining asos ul aslaha qurilishlariga selayotgan mablag'larni cheklab, bu rayonlarni mumkin qadar tezroq Yevropa ittifoqining qo'yniga ilish orqali Xitoyning Yevropadagi ta'sirini tozalash o'ttirib qo'yilgan. Analizchilarning bildirishicha, Germaniyaning Xitoy qarta davlat strategiyasida Uyg'ur masalasining tilga ilinishi Uyg'urlarga nisbatan zo'r bir burilishning signali bo'lib hisoblanadi ekan. Ular, agar bu strategiya yo'lga qo'yilsa, Xitoyning jazo lagerlari tuzumi va majburiy emgak siyosatiga bevosita ta'sir ko'rsatadiganligini ilgari surishmoqda. Türkiye parlamentining raisi Mustafa Şentop, Sharq Turkistonda 2 milliondan ortiq balaning oilasidan tortilinib balalar lagerlarga solanganligi va ularning madaniyat assimilyatsiyasiga uchrayotganligini unutmasligimiz kerak dedi. U bu so'zlarni Dünya Balalar Huquq kuni munosabati bilan Istanbulda o'tkazilgan yetim va igichaqsiz balalar ilmiy muhokama yig'inining ochilish marosimida bayon qildi. U mundaq dedi: Bugungi dunyoda har 5 o'smirdan birisi urush va harbiy to'qinish sababidan ziyonkashlik uchirmoqda. Sharq Turkistonda 2 milliondan ortiq balaning madaniyat jihatdan assimilyatsiya qilinish uchun oilasidan ayritilganligi va lagerlarga solanganligini unutmasligimiz kerak. Biz bu masalani ijtimoiy masala ham yetim balalar masalasi deb qaraymiz. Markaziy Istanbuldagi yetimlar vaqfi tarafidan Dünya Balalar Huquq kuni munosabati bilan 19 va 20 noyabr kunlari Istanbulda o'tkazilgan yetim va igichaqsiz balalar ilmiy muhokama yig'iniga Türkiye parlamentining raisi Professor Mustafa Şentop, Türkiye Diniy ishlar boshqarmasining raisi Ali Erbash, İstanbul Üniversitesining mudir vakili Xaluq Alqan va yetimlar vaqfining raisi Murat Yilmaz va Turkiyada faoliyat ilib berayotgan bir qism Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Yaqında Indoneziya poytaxti Jakarta shahrida oxirlashgan G20 deb atalgan 20 davlat boshliqlari yig'inida Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinping tunji qatim yuzturan ko'rishgan bo'lsa-mu, bu hol ikki taraf o'rtasidagi iqtisodiy aloqa va savdo munosabatining davomli tuvanlash yuzlanishini hech qancha o'zgartirmaganligi ma'lum bo'lmoqda. Washington Pochtasi gazetining 18 noyabrdagi mulohiza maqolasida ko'rsatilishicha, oktyabr oyining o'zida Xitoy pay cheki bozoridan 9 milliard Amerika dollariga yaqin chet el mablag'i qaytarib ketilgan. Bularning zo'r bir qismi Texas va Florida shtatlarining pensiya fondiga bog'lanishliq bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda ko'plagan ishlab chiqarish turlarining xo'jayinlari ta'minlash zanjiri uchun Xitoyga emas, balki Hindiston va Vyetnamga ko'z tikishga boshlagan. Bo'libmi G20 yig'inida Amerika hukumati Tayvan masalasi va Sharq Turkistondagi bostirish qilmishlarini bevosita tilga olgan. Yaqindan buyon bir qism iqtisodshunoslar Amerika hukumati Navad Rossiyaga e'lon qilgan jazo choralarini Xitoyga qarta e'lon qilsa, buning oqibati qanday bo'lganligi haqidagi fikrlarini o'ttirib qo'yishga boshlagan. Uningda aytilishicha, Xitoyning iqtisodiy quvvati Rossiyadan nechasi zo'r bo'lg'achqa bu xil jazoning Xitoyga ilib keladigan halokati g'oyat zo'r darajada bo'ldi ekan. Bo'libmi Xitoy moliya muassasalarini Amerika dollari ishlatishidan cheklashning o'zida ular uchun yetib oshqadek ziyon bo'ldi ekan. Chunki o'tgan 3 yil mobaynida Xitoy tarqatgan 170 xil zoyum turiga dollardan boshqa pul orqali pul topshirg'ili bo'lmaydi ekan.
Тыхымы muhimi Ши Цзиньпин 3-нчы кытым рәис булып алгандан кийин гарип дөньясындагы bir qism мәбләг салгычылар Хитаенның bundan кийин дәвамлык бехатар мәбләг силиш мөхите булдыганлыгыдан шәкилләнешкә башлаган. Чөнки Ши Цзиньпиннең бу кытымлык рәислек мөддәте тошкандан кийинме дәвамлык рәислек тахтыдан төшмәйдиганлык хакында фикерләр оттырга чыгышка башлаган. Ши Цзиньпиннең хакимият бешидә турышы сиясәт җәһәттәге хаким мутлаклыкның дәвамлык күчәйдиганлыгыдан дәрәк бердиган булгачка, Bundaq muhitdə ғərb dünyasının məbləğ salğıçıları iqtisadının sağlam rivojlanışıga bolğan işençini yo'qotishga boshlagan. Chunki Şi Цзиньпиннің nazarida birinchi o'rinda turdig'ini davlatning iqtisodga bo'lgan nazorati va kontrolligini kuchaytirish bo'lgani uchun erkin bozor iqtisodining rivojlanishidan umid yo'q ekan. Dal mush xil andish tufaylidan 2022 yili mart oyidan tortib oz degandimi 70 milliard Amerika dollarlik chet el mablag'i Xitoydan chekindirib ketilgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.